Assalomu alaykum Fozlus kanalining hurmatli obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorvadorlar, Buqa ishqibozlari, Semiz Buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlar uchun Namangan viloyati Uch tumani Yorqo'rg'on Optim chorva bozoridan Semiz Buqalar safidan syomkalarimizni boshlab yubordik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'ring, fikr-mulohazalarni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachalarini bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda siz biz kiritib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Aziz obunachilar, bugungi sana 12 mart haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Hurmatli aka-ukalar, Namangan viloyati Uch tumani bilasizlar, buqalar makoni hisoblanadi. Mana shu buqalar makonidan xudo xolasa Semiz Buqalar safidan bugungi video roliklarimizni boshlaymiz. Albatta like bosib turishni unutmanglar. Bozorimiz haftaning chorshanba kuni, ya'ni 3-kuni bo'ladi. Qiziqqanlar kelaverasizlar. Juda zo'r novvoslar chiqadi, Semiz buqalarning zo'rlari chiqadi. Qisqa qilib aytganda, nima deydi? Respublikada yagona bozor hisoblanadi bu bozorimiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligini boshlaymiz. Bozorning to'liq lokatsiyasi Fozlus Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalimizga obuna bo'lib, lokatsiyani to'liq manzil lokatsiyani olib, bozorga tashrif buyursanglar bo'ladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Videolarimizni boshlaymiz. Marhamat aziz obunachilar, videolarimizni o'tkazmay ko'rishingni tavsiya qilamiz. Bugungi bozor qanday bo'lyapti? Narxlar qanaqa? Lekin bugun buqa har haftaga nisbatan kam chiqibdi. Qo'ldan kelgancha bugungi narx-navoni yoritib beramiz aziz obunachilar. Yorqo'rg'on Optim chorva bozorini tutganlarga aziz obunachilar boshladik, marhamat. Savdosi qancha bo'lyapti? Qancha? 30 million 500 ming. 30 million 500 ming. Novosimiz 500 kilo vazn keladi. Bo'ylari 1.25 atrofida. 30 million 500 mingga berilmayapti. 500 kilo vazn keladigan novosimiz. Aziz obunachilar, real savdo Qirg'iziston paroda Shvets buqasi ekan. Navbatdagi buqamizni ko'rishni davom etamiz. Simental necha pul aytilyapti simentallar? 55 million 55 million kam bor aytilyapti. Bo'ylari 140 kilo, xudo xolasa. Xo'p, novosimiz 800 kilo abag'ida keladi. Baraka bo'ldimi aka? Ha? Qanchaga? 23 million 400 ming. Keling, orqasidan ko'rsatib qo'yaylik aka. 23 million 400 mingga baraka bo'lib tashib ketayotgan. Xo'sh. Hoppa, mana novosga kirib kelyapti. Shuna qarang. Karabul. Mana qarang. Nekamda? Xo'p. Savdosi qancha bo'ldi? 55 million kam bor aytilyapti. Simentalga qaytdik. 45 million savdosi bo'lyapti, berilmaydigan. Taroziga so'rashdimi? 58 ming so'mdan taroziga savdosi bo'libdi, berishmabdi. Bo'ylari shu 140 dedimi, 150 ham kelib qoladi. 800 kilo abag'dagi buqamiz aziz obunachilar 58 ming so'mdan taroziga berishmabdi. Mana simentalli, yog'siz semirgan variant. Simental nimaga? Hali kuraga chiqmagan ekan, bo'zoq ekan. Zotga olsa ham bo'laveradi-a. Avstriyasiga berasiz. Ha? Nomerni aytingchi, ishqibozlarga. Telefon nomer. 94lik 030 55 50. Oyoq qo'llari butun ha. 55 11 ekan oxiri. 94lik 94lik boshqatdan 030 55 11 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar. Simental. Xo'p. Qanchaga baraka bo'ldi? Qancha? 58 mingdan. Nechta? Ikkita 58 mingdan baraka bo'libdi mana. Aziz obunachilar 500 kilo keladigan novoslarimiz vazmonroqdan aylanib qoladi. 500 kilo vazmondan aylanadi. 58 mingdan chiqib ketyapti. Xo'p. Nech pul bo'lyapti angus? 60 mingdan. 60 mingdan taroziga aziz obunachilar. Real savdo 60 mingdan. 600 kiloga qiynalmaydimi? Ozgina vazn. 600 kilo ozgina vazn keladi. 60 ming so'mdan berilmayapti. Real savdo. Aytilishi qancha aytilyapti? 65. 60 ming. 65 aytilyapti. Nech pul aytyapsiz? 75 aka. 75 kam bor ekan, 60 ming so'm savdosi bo'lyapti. 60 ming so'm taroziga berilmayotgan narx. Xo'p, navbatdagi buqalarimizdan nech pul aytilyapti bu? Assalomu alaykum. 60 mingdan savdosi bo'lyapti. Greyford aziz obunachilar. Mana u yorilib ketadi. Zo'r semirgan. Bo'yi yaxshi chiqqan, lekin yog'siz. Nech pul savdo bo'lyapti? 60 mingdan real savdo bo'lyapti akalar. Novosimiz 600 kilo ancha vazn keladi. Mana bo'ylari 1.30 atrofida.
Eli uzun ekanda. Berilmayapti. Ana aka. Berilmayapti. 60 ming so'mdan so'rab turishibdi, berishmayapti. Kichkina qizil bor, Botir aka. Ha, nech pul bo'lyapti kichkina qiz? Bilmayapti bu. Qalay? Yaxshi yo'qolgan. Ketdi. Ichkariroq kiralishi, ichkariroqda nima gaplar bo'lyapti? Qaysi biri bo'lyapti akalar, hormaydi. Mana uzun ha? Nech pul bo'lyapti bu? 33 million. 33 million navbatdagi novoz. Bo'ylari bir 60 keladi. Usamisiz? Oyoq bo'ladi. Ingichka ekan lekin. Baraka topaymi? Ha. Uchoqqa yaraveradi. Suyalik narsa ekan. Usamisiz? 33 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Baraka topay. Bo'ylari shu 170 abag'da kelib qoladigan novoz. Rozimisiz? Hop. Qaysi biri bo'lyapti? Qaysi biri bo'lyapti? Hormat. Nech pul bo'lyapti? 9500. Baraka bo'ldimi? 59500 so'mdan 600 kilo. Vazmini Alloh biladi endi, bilmadim. 650 kilo deb aytishyapti. Bosh. 59500 so'mdan. 2 kilo skitkasi. 2 kilo skitkasi bilan 59500 so'mdan ketdi mana. Real sotilganlardan ko'ringlar akalar. 59500 dan bo'pti. Nech pul aytyapsiz Qirg'iziston borodani? Zo'r semirgan variantlardan mana. 36 million kami bor-a, pul berishdimi? Nech pul berishdi? 30 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Novosimiz 550 kiloga qiynalmaydimi? Ozgina qiynaladi, 550 kiloga. Ozgina qiynaladi deyishyapti. Bunisini qancha aytyapsiz siz? 35. Bozor qancha berdi? 49. 59 mingdan savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Yonidagini mana savdo bo'lib turibdi. 59 mingdan. Bu 550 kiloga ancha qiynaladi, lekin 500 kilo vazminroq keladigan novosimiz. Mana shu novosimiz. Mana u lekin kuchliroq ekan buni yonidagi. Mana akalar. 59 ming savdo qilib turishibdi, berishmayapti. Siz nech pulni aytyapsiz? Hormang. Jupuni 70 million. Jupuni 70 million kam bor. Pul berishdimi? Savdosi bo'ldimi? 57 ming so'mdan savdosi bo'ldi, berilmadi. Taroziga chiqdim, chiqmadim. Bir tonna kelasi bir tonna och ko'rmagan ha. Qonun to'g'izmay olib chiqibsizlar. 55 mingdan savdosi bo'ldi, bermadi. 57 dan kechirasizlar. 57 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Bir tonna ekan, tirik vazn, aziz obunachilar kelasi. 57 ming so'mdan berilmadi. Oyog'iga qanchaga berilmadi? Oyog'iga hali so'rashgan yo'q. Barakasiz kelsin. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ket. Ha. Aka, hozir video o'g'illar gaplashamiz. Şeyda bo'laman. Xo'p, assalomu alaykum. Nech pul aytilyapti, hojaga bu? Kelasiz. 64 mingdan. Ah, janavorlar, Greyfordlarni qarayni. Haqiqiy shu toza qonliklar, yuzga yuzlari bor-ku. Bo'yinni qarang, bo'yin beldan yo'q, maşallah. 64 mingdan berilmayaptimi? 64 mingdan berilmaydigan. Nech pul sotyapsizlar go'shtni? İşte 120 ming sotyapmiz. Suyakligini 200 gram suyagi bilan 150 ming. Talag'i 150 ming. Ertaga 130 ming sotamiz. 130 ming. Haqlavotda 120 mingga chiqdi, Namangan Haqlavotda. Namanganda 110 minggacha sotishyapti, lekin Namangan shaharda, Namangan rayonida. Lekin qaysi viloyatda qancha sotilyapti yozib qo'yinglar. Xo'p, so'yib olish nech puldan bo'lyapti, so'yib olish? 110 mingdan yo'q go'shtini o'zi. So'yib olishga 110 mingdan yo'qmi? 110 mingdan so'yib berishga ham yo'q emish. Bizda 100 ming so'yib olyapti. 95 ming, 100 ming Namangan rayonida. Namangan shaharda 110 ming go'sht sotilyapti. 100 qancha sotilyapti? 110 ming, 115 ming sotilayotganini eshitdim men. Talag'i 130 ming sotilyapti ekan. Qaysi viloyatda nech pul sotilyapti? Yozib qo'ying kommentariyaga, aziz obunachilar. So'yib olish 100, so'yib olish qancha bo'lyapti? 95 ming Kosonsoyda so'yib olingan. Novosi. Xo'p, mana akalar, Yog'ini ham qo'yib beradi-da, 50. mana 50 kilo yog'ini ham 95 mingdan qo'yib beradi. Xo'pda. Mana uni 64 mingdan berilmayapti-da. 70 ming kam bor aytilyapti ekan, 64 mingdan berilmayapti. 120 mingdan sotsangiz ziyon qilasiz. Mana shu mollarni go'shtini 120 mingdan qosob ukamiz o'sha. Molni zo'rini oladi, hisobini chiqazib gapiryapti. 120 mingdan sotsak ziyon qilamiz deyapti. Lekin mollarni ham haqiqiy zo'rlari, semirganlar. Mana azoblanishlar. Janavari qarang. Mashalloh. Mana ular sotilmadimi aka bular? Mana ular? Yo'q. Kimdan bular? Bizdan. Nech pul aytyapsiz aka? 65 ming. 65 mingdan kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'ldi. Qirg'iziston paroda bu qolar. Nech puldan bo'ldi aka? 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Mana unisi kichkinasi 400 kilo vazminroq keladi. Bunisi 500 kilo xudo xolasa kelaveradi.
Xo'p, 60 ming so'mdan savdosi bo'libdi, mana shu ikkalasini berishmayapti. Mana, ko'ringlar, bu kichkina bo'lganlar, o'ta go'zal semirgan. Buni qarang. Vujudi go'sht, yog' yo'q ikkalasida. Yog'ligini qaydan bilasan deyshasizlar, aziz obunachilar. Yog'ligi manidan bo'ladi. Sizlar haligi mol boqayotgan akalar yog'li qilib semirtirishga harakat qiling. Sababiki shuni tirigicha sotsanglar qassobga ketadi-da bu. Shuning uchun yog'li qilib semirtirishga harakat qilaverasizlar. Endi nima deydi? Yog'ligini qaydan bilasan degan aka-ukalarimizga aytib qo'yamiz. Mana shu yerda yog' bo'lmaydi-da. Agar yog' bo'lsa, mana bundoq shishib qolgan bo'ladi. Mana bundoq shishib qolgan bo'ladi. Shuning uchun shunaqa novvoslar bozorda yaxshi pulga sotiladi-da. Mana ko'ryapsizlarmi? Dum bo'lsagan. Birattasini yog'i yo'q. Ketdik. Hoji aka nima gap? Charchamayapsizmi? Ertaklarni qarang, ertak-ku, janavarlar, yaxshi zo'r. Ketdik. Novvos bugun mehmon nazarimda kelmaganmi deyman, hayronman. Mana yon qismdan ko'ringlar, mana novvoslar. Mashalloh. Mana akalar. Mana katta semental kim ekan mana? Semental kimdan bu? Nech pul aytyapsiz? 50 million kam bor. Savdosi qanchaga bor? Aytavering, bermaganingiz. Taroziga 63 mingdan savdosi bo'ldi, berilmaydi. Novosimiz 700 kiloga qiynalmaydimi? Yo'q. Qiynalmaydi, vazminroq keladi. 700 kiloga vazminroq keladi. Zagonda yurgan mol ekan, aziz obunachilar. 64 mingdan taroziga bermadingiz, ha? 3 dan kechirasizlar. 63 mingdan taroziga berildi. Oyog'icha qanchaga berilmadi? 45 ming. 45 million oyog'icha berilmoqda. Aziz obunachilar, mana shu sementamiz. Barakasini bersin. Zagonda yurgan ekan. Assalomu alaykum. Nech pul aytyapsiz buni? Janavar. Ha? 47 million. Qancha? 47 47 million. million. 800 kilo vazminmi? Yo'q, pastroq. Pastroqdami? 800 kiloga bormasa ham bo'ylari 150-60 atrofida. Qanchaga bermadingiz? 42 million. 42 million savdosi bo'ldi, bermadingiz. Tarozigachi? 57,5 ming. 57,5 dan savdosi bo'ldi, berilmabdi. Aziz obunachilar, mana ko'ring janavar. 57,5 dan berilmabdi. Mana bu katta semental kimdan? Mashalloh. Mana kimiki bu? Ha? Qoni haqiqiy eng zo'ri mana shu ekan. 1 tonna 100 kilo. Mana aziz obunachilar. 1 tonna 100 kilo chiqqan semental qon. Odamdan katta, bo'ylari 180 atrofida bor. Men qo'limni tepaga qilib olyapman. Mana. Sementalni qanchaga savdosi bordi? Mana kattan. Kimdan bu? Ha? Egasi yo'qmi buni aka? Nima bu ko'rgazmaga chiqdimi ekan? Nimaga egasi yo'q? 1 tonna 100 ekan akalar. Mashalloh. Mana 1 tonna 100 lik semental buqamiz. Egasi yo'qmish. Mana qarang. Bo'yi shu 180 atrofida bor. Siz bo'yingiz nechi? 178. 180 bor-a? 180 bor. Aziz obunachilar, 1 tonna 100 keladigan semental buqamiz. Egasi yo'q ekan-a? Buni egasi kim akalar, bilmaysizlar? Ha? Va, mashalloh. Mana qarang. Egasidan shu gap olishimiz kerak edi shuni. Hoji aka kimdan bu? 14 million. Ayfon qancha bo'ldi? 14 million. Baraka bo'ldimi? Ha, ikkitasi. Qaysi? Bu og'dagi. O qora ikkalasi. Shu anda buni qanchaga pishib oldinglar mana uni? 70 millionga bu baraka bo'ldi. Mana unisi 40 million. Shunaqami? Ikkalasini bir kishi olibdi. Xullas baraka bo'libdi aziz obunachilar. 70 millionga sementalimiz 1 tonna 100 ekan. Mana uyimiz 700 kiloga qiynalsa kerak, lekin 650 kilo vazmin keladi. Ayfon, bu 700 kiloga qiynaladimi shu yer? 700 kilo rovnimi? 700 kiloga qiynalib qolsa kerak desam 700 kilo keladi deyishyapti. 40 millionga 70 million savdo bo'libdi, 110 million. Ikkalasi baraka bo'libdi. Hurmatli aka-ukalar. Mashalloh. Mana 1 tonna 100 keladigan novosimiz sotilibdi va nihoyat. Xo'p, nasldor buqalarimizdan ko'rishni davom etamiz. Savdosi nima bo'lyapti, hoji aka? Olyapsizmi? Yo'q. Nech puldan aytilyapti bular? 62 mingdan taroziga. Nechtasini? Ikkitasini. Mana bu bilan, ha? 3 ta qop kiygan nimalar, maskasi borlar. Xo'p, 62 mingdan kam bor. So'rashdimi? So'rashdi. Nech puldan so'rashyapti? 56 ming, 57 ming. 600 kilo vazmin keladigan buqalarimiz. Aziz obunachilar, mana 3 tasini 62 mingdan kam bor aytilyapti ekan. 56 ming, 57 ming so'mdan savdo bo'lib turibdi ekan, berishmayapti ekan. Mana akalar.
Xo'p. Novvoslarni qarang. Novvos bugun odam bozorda 51 beradi mashinada. Men aytdim shuni. ya savdo zo'r emas qandaydir bugun bozorda. Lekin odam ham kam, mol ham ana aytgan ko'p emas. Lekin mol bor-ku, savdo avjida emas qandaydir. Hojaga qaysi birlar savdo bo'lyapti? To'rtta. Mana ikkitasiga berdim. Ha, necha pul bo'lyapti to'rtta? To'rtta 110 millionga yo'q. 110 millionga berilmayapti aziz obunachilar. To'rttasi mana qarang. Novvoslarimiz Bozor ham xarob bo'ldi. Novvoslarimiz 5 kiloga qiynalib qoladi. Xo'p, tog'a mana shuni ko'rsatib qo'ysak maylimi? Endi go'sht qarang, go'sht onasi. Mana. Oyda To'rttasi. Qaysi? U Qashqayami? mana shu to'rtta bor. Ha, to'rtta. 5 kiloga qiynalmaydimi novvoslar? Qiynaladi, hozir kun ustiga qiynaladi. 450 kilo lekin vazmindan aylanadi aziz obunachilar. Mana shu to'rtta 1, 2, 3, 4. Mana shular kimdan bular? Mana anaqda gaplashib turibdilar. Hozir yana 5 pul bo'lyapti deyapti. 110 million. To'rttasi. yo'q deyapti. Tarozigachi, taroziga Taroziga, so'rashmadi. men taroziga olmadim. Oyog'icha olasiz. 110 million real savdosi bo'libdi mana shu to'rtta novvosimizni. Bo'ylari 130 atrofida. Novvoslarimiz 450 kilo vazmindan aylanib qoladi. 5 kilo. Tirik vazni 500 kiloga qiynaladi. Berilmayotgan narxi 110 million oyog'icha savdosi bo'libdi, berishmabdi. Barakasini bersin. Xazinani berolsin. Mana akalar, mol boqqanlar sherday turib sotyapti bugun bozorda. Xo'p. Ketdik. Nechi pul aytyapsiz aka buni? 35 million kam bor. Bozor qancha beryapti? 31 million. 31 million savdosi bo'lyapti. Novvosimiz 550 kilo xudo xolisa vazmin keladi. Aziz obunachilar, 31 million real savdo bo'libdi, berishmabdi. 35 million kam bor aytishyapti ekan. Greyford buqa. Mana orqa qismidan ko'ring. Mana bu orqa qismi aziz obunachilar. 31 million so'mga real savdosi bo'lib turibdi. So'rab turishni berishmayapti. Ketdik. Mana o'g'lon ovoz shu. Ko'raylikchi. Dehqonlik. Nechi pul bo'lyapti bu aka? 31 dan 31 million. 31 million savdosi bo'libdi 600 kilo. 600 kiloga qiynalmaydimi? Tepada 600 kiloga qiynalmaydimi desam tepada deb aytishyapti. Tepadaligini bilib turibman, ba'zida so'ragani xijolat qilib qolaman. Nimaga savdo qilayotgan odamlarning ishini buzib qo'yaman ba'zida. Shuning uchun bundoq o'ylabroq so'rab qolaman. Kimlardir xafa bo'lib qoladi-da. 31 million savdosi bo'ldi. Savdogardan savdogarga savdo bo'lyapti. Shuning uchun cho'chimay so'raverdim. Xo'p. Mana 31 millionga berilmayapti mana shu buqamiz. Bo'ylari 1.45 atrofida. Bu aytilishi qancha aytilyapti? Aytilishi 40 million kam bor. Taroziga oyog'icha 65 million aka. Oyog'icha 31 million berilgan. 31 million oyog'icha. Taroziga so'radingiz? Yo'q, tarozi so'ramadim. Taroziga so'rashmabdi. Oyog'icha 31 millionga berishmaydi degan. Mashalloh. Mana akalar. O'zimizni qora olashlikga bu. Ha, o'sha ilgariga. Ilgariga qora olalardan ekanda. Toshkent qora ola deyishadi-ku, ashunda degan. Chiroyli semiribdi janavarlar. Ketdik. O, o'sha yoqqa boraylikchi. Bitta so'rashdan 30 million bo'ldi balaki. Bo'ldi mana. Ketdik. Assalomu alaykum. Mol olib chiqdinglarmi yo aylanib chiqdinglarmi? Mol olyapsizlar. Ishlar yaxshimi? Janavar, semiz serob bugun. O aka. Qalaysiz? Charchamayapsiz? Ha? Setga sarqmas. Ha? Assalomu alaykum. Semental kimdan aka? Nechi pul aytyapsiz janavarni? Zo'r boqib qo'yibsiz-ku, ha? Bella qarang, bel egara. O'g'lingizga ayting aka, birinchi o'rinda aytamiz-ku. Yaxshimisan, tuzukmisan? Mana olgandan vosita olib chiqdik. Mana Muzaffardagi aytib sotgan chiqdi. Qanchaga olodingiz aka? Bilmayman, mashlar biladi. Menga aytmaydi bular. Qachon olodingiz? 22 yarimga olingan. Hozir qanchaga berilmayapti? Hozir 68 dan kilosiga berdi. 68 dan kilosiga berilmayapti. O'zi ham zo'rroq qo'yibsizlar aka. Bozorda bunaqa semirgan sementalni ikkinchisi mana shu bo'ldi aziz obunachilar. Uchinchisi. Nimaiki hozir 1 tonnalik Barvasa tursam ham ko'raman. Har hafta, har kun mana shuni videolarni ko'raman-da. Gap yo'q aka, Alloh rozi Shu bo'lsin. yigitni oldiga boraman, menga hayvonot beradi niyat qilib qo'ygan bo'laman. Gap yo'q.
inshaalloh. Xudo Nasib xolasa. aka. Ishlaydigan rivoj uka. O'g'lim nimada hozir Latviyada. Latviyada. O'g'lim ishlaydigan Yevropada. rivojini bersin, omadini bersin. Duo qilavering aka, duo qilavering. Novvosi Foziljondir nima qilyapti novvosimizni mana olib chiqqan ekanmiz. Gap yo'q aka. Alloh Ishlaydigan rozi rivoj bo'lsin. uka. Qancha vaqt boqdingiz aka? 6,5 oy. 6,5 oy boqdingiz. 6,5 oy oldin 22,5 millionga olinib, hozir oyog'icha qancha savdo bo'ldi? Oyog'iga qancha savdo bo'ldi aka? 42 million. Mana 42 million savdo bo'libdi, berishmabdi. Davron nima o'ylanib qolding? Ol tezroq, Davron oladi bunaqa novvoslar. Davron sizlardanmi? Ha, haqlayapti. Davron so'rab turibdi shekilli, Davron she'rda turibdi-yu. Xo'p. Aka necha kilodan yedi bular? Necha kilodan? Bir mahalgisimi, ikki mahalgisimi? Ikki mahalgisi 7 kilo, 3,5 kilodan, ha? Mashalloh. Qanaqa ratsion? Ratsionni aytib qo'ying, mol bo'lsa o'ribdi, ha. O'sha nima deydi? Silos, Ozgina somon, somon, kunjara kepak. kunjara kepak, quruq. Ha, Baribir soatga qarab. baribir o'sha rejimda boqqansiz, somon baribir yo'q qildirmaydi. Kulturism bo'lgan. Bozorda endi yog'liq semirganmi, yog'siz semirganmi xaridori ham zo'r bo'ladi-da. Azobunashlar 68 ming so'mdan berilmayapti. Taroziga azobunashlar bugungi bozorimizda o'sha 1 tonna 100 sementalimiz sotilgan bo'lsa, o'sha ham 70 ming abag'da sotilib qolibdi-da. Buni 68 mingdan berishmaydigan. Necha kilo bor? 600 kilo vazmini? Ha? 700 kilo? Mashalloh. Kichkina ekan, lekin mol zo'r semirganda qonunlarini topdi, vaqti zo'r semirib qo'ygan. Alloh barakasini bersin. San'at asari qilib qo'yibsiz. Bittamidi aka? Bittamidi? Ha, gap yo'q. Endi yana bor xudo xolasa. Bitta ekan, zo'rini boqibsiz-da o'zi ham. Xudo xolasa mana shu ukama berganda. Alloh barakasini bersin. Farg'onadan olib kelishgan ekan. Malades. Xudoga shukr. Malades. Barakasini bersin. Yashang aka. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan. Xo'p. Xo'p, necha kilo keldi endi bu aka? 600 ha? 600 kilo. 600 kilo kelib qoldimi desam, bazmroq keladi, ozroq keladi deyishdi, tortib kelishdi mana. O yoqda nima tortish turadi. 1 kiloga ham 600 kilo kelibdi mana janavar. 59 ming so'mdan bor. 59 ming so'mdan. Yarimdan, 59 yarimdan. Boygunda ko'rdinglarki, o'sha bu. 60 ming bo'lsa sotaman deyapti ekan. 60 ming, vaqt oz so'rayapti ekanlar-yu. 60 ming. Mana akalar. Kamiga narsaga beradi. Sizga bersa o'yda qo'yasiz. Azlashib ham qo'yishadi. Xo'p, ketdik akalar. Inomboy do'stimni qaysi biri savdo bo'lyapti, do'st? Mana bitta. Ha. İşte to'rttasi bor. To'rttasi necha pul beryapsiz? 60 ming so'mdan berishmayaptimi? Oqib ketgan mana shu semental qanot semirganmiz, xuddi shunday semirgan janavarlar. Buni qarang. Qirg'iziston parodi bu qoladi. 60 ming so'mdan, ha? Ha, quyuq suyug'iga 60 ming so'mdan savdo bo'lyapti. Aytilish qancha aytilyapti ekan bular? 67 ming. Ha? Egalar bitta 67 mingdan. Aytilishi kam bor. 60 mingdan savdosi bo'lyapti. Necha oy boqdingiz? 5,5 oy. 5,5 oy. Hech puldan olodingiz sir bo'lmasa? 17dan. 17dan olodingiz. Oyog'icha so'rashdimi? Oyoq sotmasa qanda? Oyog'icha sotmaysiz. Sotmasa qanda? Malades. Mahkam bo'lavering, belni mahkam bog'lab. Maktab bo'ladi. Ha, shoshilmay, cho'chimay sotaverasiz. Molingiz zo'rmi, cho'chimang. To'g'rimi Inomboy? Bu men do'stim. Yo'lda qilib bersangiz yana ham zo'r bo'ladi. Ha? Bitta moldan bitta foyda qiladi, lekin yaxshi naq pul sanaydi. Ha, shunisi yaxshi. Ber pulni sanama. Pul topsam. Xo'sh Inomboy. Baraka topam. Ha, shu to'rttasini azza bo'lishdi. 60 ming so'mdan so'rab turishdi. Qirg'iziston parodi bu qoladi, mashalloh. Mana ovozlarni ko'ryapsizlar. Ertak qilib qo'yadi vodiyda mol boqishi. Qaysi bir aka siz? Cho'lasi. Necha pul aytyapsiz cho'lasini? 100 million kam bor. 100 million kam bor. Hop. Pul berishdimi? Qancha berishdi? Ha? 80 million savdosi bo'ldi, berilmadi. Novvoslarimiz 600 kilo vazmroq kelib qoladi. Mana u ikkalasi 550 kilodan kelib qoladi. Azobonashlar, xo'p. Vazmroq ham kelib qolishi mumkin mana u ikkalasi. 80 million real savdo bo'ldi, berilmabdi. Oyog'icha bo'ldi. Taroziga so'rashmadimi? 57dan. 57dan taroziga berishmabdi. Aka necha oy boqdingiz shu cho'lasini?
5 oy oshirroq boqdingiz. Necha puldan oldingiz sirimiz aka? 12-13 dollar. 12-13 dan oldingiz. Ratsion qanaqa aka? Yedi ishchisi nima berasiz? Yorma, ye. Qanaqa nimani yormasiz? Bug'doymi aka? Bug'doy yorma. Yana nima berasiz? Silosiga to'yib yuboramiz. Silos ustiga. Faqat bug'doy yormaydi. Yo'q, yem aralashadi. Kunjara aralash. Necha kilodan yeydi mana shu novvoslar? Bir mahalgisi. Kiloda esa yem. Bir mahalgisi 3 kilodan 6 kilo yeydimi? Bug'doy yorma. Yana qanaqa? Kepak. Yem. Kunjara. Zavod. Zavod deyim. Mana zavodda 3 kilodan 1 kilo bug'doy yarmi yesa, 1 kilo kunjara yesa, 1 kilo kepak yeydi. Shuni aralashtirib berasiz. Bir mahalgisi. Silosga shuni ustiga to'kib qo'yasiz. Silos necha kilo yeydi? 10 kilo yeydimi? 7 kilo 8. 7 kilo 8 kilo yeydi. 5 oy mobaynida aziz obunachilar 12-13 dan olgan ekanlar, mana hozir 80 millionga bermayapti ekanlar. Mashalloh. Aziz obunachilar 80 millionga berilmayapti ekan. Qancha buzib yuborasiz aka? 100 sotamiz. 100 sotasiz. 57 dan savdosi bo'ldi, bermadingiz lekin. 57 mingdan savdosi bo'ldi. Mana akalar. Mana u kimdan mana Oqbosh? Oqbosh kim ekan aka? Oqbosh. Nech pul bo'lyapti? Hormang. Nech pul bo'lyapti? Real savdo. 60 ming so'mdan, mashalloh. Mana akalar. Janavorlar qarang. 60 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Novosimizni nechga ko'ryapsizlar? Mana orada. Ha, mana u olami? Ha. Bu Oqbosh kim ekan? Nech pul aytyapsiz Oqbosh? 55 mingdan 55 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? Bozor so'ramadimi? Kilaga nech puldan so'rashdi? 58 dan savdosi bo'lib berishmadi. Nech kilo bor novosimiz? Atalay ichgan? Silos bilan faqat yem. Mol qorin solib yog'lanib ketibdi. Ha? Go'zalligidan boqilgan. Nech pul yo'lladingiz go'zallikka? 300 dollar. 300 dollarga. Qancha bo'ldi shunga? 2,5 yil. Hozir aka, hozir qancha 3000 dollarga bermayapsizmi? Bermaysiz ha 3000 dollarga. 3000 dollarga bermas ekanlar. Aziz obunachilar, novosimiz necha kilo bor? Bilmayman, Bilmaysiz. 700 kilo kam emas novosingiz, xudo xolasa. Qorinlayotganu, lekin yaxshi gazi bor, semizligi yaxshi, dumbalari zo'r. 700 kilo kam emas, xudo xolasa. 3000 dollarga bermaysiz ha, 300 dollarga oladingiz. Ha, 3000 dollarga bitta sotasizda, bitta damas olib turib, bemalol mollaringizga o't tashlab yursangiz bo'ladi aka. Nechta mol bor? Bitta xolos. Mana bunaqa moli borlardan 100 ta, 1000 tagacha moli borlar borda. Aziz obunachilar, bitta molni sotsa 3000 dollar pul bo'ladi. 3000 dollarga bu tasavvur qilsangiz 1000 ta damasi bor hisobda endi. Endi buni rizqini ham shu 1000 ta, 100 ta bitta boqqanga ham Xudo beraveradi-da, baragasini. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil oldin 300 dollarga olgan ekanlar, hozir mana aziz obunachilar berilmagan narxi xo'roziga qanchadan? 58 ming so'mdan berilmoqda aziz obunachilar. Aka nech kilo bor? 700 kilo kam emas-a vazmini? Vazmini 700 kilo vazmi. Mashalloh, barakasini bersin. Mana u olani hozir savdosi bo'lyapti, yonidagi olani. Nech pulga bermayapsiz olani? Olani nech pulga bermayapsiz? 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Siz nech pul aytdingiz? Amanmi? Ha. 64. 64 dan kam bor aytdilar, 60 ming so'mdan savdosi bo'lib turibdi. Mana shu Ola novosimiz 550 kilo xudo xolasa bag'da keladigan novosimiz 60 ming so'mdan berishmayapti ekan aziz obunachilar. Mana shu joyda endi syomkamizga ko'nsamiz, kechki dasturlarimizda xudo xolasa chiroyli video roliklarni qilganmiz aziz obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Sigir bozori, Boqma buqalar bozori maza qilib bugun tomosha qiladigan videolarni qilganmiz. Va bozorimizning to'liq lokatsiyasini Fozilus Telegram kanalida bor. Telegram kanalimizdan lokatsiyani olib bozorimizga tashrif buyursanglar bo'ladi aziz obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xato kamchiliklarga, yoqimsiz gap so'zlarga uzr so'raymiz. Barchanglarni ro'zayni tutayotgan ro'zayni Alloh dargohida qabul qilsin. Ilohim sabr toqatli bo'laylik. Demakki, ro'za Ramazon oylarida Alloh o'zimiz barchamizga sabr berib qo'yadi. Endi ro'za tutgan odamga qiyin-da. O'shaning uchun Alloh barchangizga sabr bersin deb qolaman aziz obunachilar. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganingizga rozi bo'linglar. Like bosmagan bo'lsangiz, like bosib turishni unutmanglar. Like bosganingizga pul olmaydi. Ko'proq odam ko'rganiga yordam qilgan bo'lasizlar.